Assalomu alaykum, Chimyonus kanali aziz obunachilari, Zoya qilib bizga bo'layotgan akalar, ukalar, qadrdonlar. Biz Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar Kirgilidamiz akalar. Kirgili zavod yonida akalar, mo'ljal o'sha Kirgili zavod yoni. Bu yerda chorvadorlar uchun optim arzon narxda kunjara bor. Akalar, o'zi oz, tez olib kelasiz aka, 250 tonna atrofida. Oz tez olib kelasiz aka, arzon narxda, optim narxda qilib berishadi. 1 tonna olsangiz ham, 20 tonna olsangiz ham kelaverasiz. Chiroyli qilib yoritib, bu Farg'onaniki, bu Samarqandniki narxlarni yoritib ko'rsatib beraman. Videoda avvalda bittadan like bosib qo'yasizlar. Mana shu omborimiz to'la. Akalar, mana shu ombor to'la kunjara. Mana shu Samarqandniki, mana ko'ringlar. Samarqandniki. Mana bu yemxona aka-ukalarimiz bo'lsa, yemxona sotadigan aka-ukalarimiz bo'lsa ham bemalol kelaverasizlar. Optim ko'proq berishadi. Bundan bag'i mana qish arafasida sigirlarga, novvoslarga yem o'ta hadab ketayotgan mavsum kelyapti kuzda. Buni sekin-sekin kunjaralar oshmay turib olish kerak. Arzon joyda olaman deganlarga shunday padilisa qilib jo'natib qo'yasizlar. Mana bu yerda akalar mana shu 40 tonna Qo'shtog'a Samarqand. 210 tonna Farg'ona. Jami 250 tonna Farg'onamiz bor, kunjaralar bor. Mana Samarqandning kilosi tortilgan. Kilosi teng Samarqandniki zavodniki brendi bilan ko'rsatamiz. Lekin mana bu Farg'onaniki ta'sirat qoplanavergan. Qaysinsidir 40 kilo, qaysinsidir 50 kilo, qaysinsidir 30 kilo aynaqa qoplanavergan. Kelasiz, Xudo xolasa yo'lida qilib berishadi. Kunjara matga to'kilgani bor, ko'rsatib qo'yaman aka. Bu kunjara bosilganiga ancha bo'lyapti. Mana ustida chengidan ko'rsangiz ham bo'ladi. Shunaqa shaldiragan, qurigan kunjara pateriya qilib boru, mollaringiz maza qiladigan joyi bor-da bitta. Men hozir ko'chalarda ham ko'rsatib qo'yaman, iloji bo'lsa. Ali nimizga yaqin bo'ladi. Ekran nomeriga ikkita yo bitta nomer qo'yamiz. Telefon qilib lakasi tashlab berishadi. Akalar, shoshiling. Bunaqasi kamdan kam chiqadi. Atrofingizda yemxonangizdan so'rang. Atrofda yemxonalardan ham arzon qilib berishadi, xudo xolasa. Mana kunjarani ko'rsin. Bu to'kilgan kunjara Farg'onaniki. Sariqligini qarang buni aka. Farg'onaniki. Ekranda qanaqa ko'rinadi bilmayman. Mana chengishini qarang buni. Chengishini qarang, mana qo'limda ham chenglari qolyapti. Shunaqa quruq kunjara ekan, shaldiragan. Xullas, Chimyonimizdan ko'rdim deysizlar. Instagramga ham qisqa balonda video qo'yapmiz. Mana bu yerda ham qoplangani bor, qarang. Mana ko'ringlarchi. Akalar, mana. Bu qoplanganlar o'sha Farg'onani qoplangan kunjaralar. Arzonlaganda olinga, mana endi vaqtiki bo'lib mana sotilyapti. Xo'p, hozir Qo'shtog'im telefonda gaplashishyapti. Telefonda gaplashib bo'lishsa, narxlarni aytib beraman. Bu nechi pulligini hozir bilib aytib beraman. Xullas 500 kilo olganga nechi pul qilib berishadi? Yo optim narxda bir xil narx qo'yishadimi? Ko'proq tonna olsangiz mumkin, ko'proq o'tib berishadimi? Akalar, mana shu Kirgili zavod, mana taniganlaringda mana beri tomonga o'tasizlar. Bu yo'lni bilganlar mana shu yerda mana shu darvozaxona akalar. Mana shu darvozaxona. Mana shu darvozaxonaga kirganlaringda hozir ko'rsatib qo'yaman. Xo'p. Narxini aytib beramiz hozir. Xo'p, akalar, kilosi teng bo'ldi. Farg'ona 6000 aka. 6000 Qo'shtog'a. Buxoro 6050 so'm. Samarqand 6050 so'm. Xo'p, ko'proq tonna olaman deydiganlarga o'tib beriladi. Ammo bir narsa akalar, 500 kilo olsangiz ham kelaverar ekansiz. Ekran nomerlariga telefon qilaverasiz. 500 kilo olasizmi, 1 tonna olasizmi? Kelaverar ekansiz. Agar ko'proq 10 tonna yemxonalar uchun kattaroq tonna olaman desalaring, dastlabki yo'q Qo'shtog'a. Dastlabki. Mashina bor. Mashinalar bor, dastlabkilar kelishiladi. Nomerni nechi qo'yamiz Qo'shtog'a? 95lik 632 66 ga telefon qilasizlar. Ikkinchi nomer. Hop.
Mana akalar, mana shuni hozir nomerni ko'rishingizdir, kunjani ko'rsatib turasizlar. 90lik 581 0701 ga telefon qilaverasizlar. Ismlari Sherzod bey. Alisher Hoji akaning nomerlari ekan akalar, mana ko'ringlar. Xudo xolasa yaxshi. Vodiy bo'ylab akalar, misol Andijon, Namangan. Bundan bag'i nima bo'ladi? U aytdim, o'ta quruq shaldiragan chengini ham ko'rsatdim Hoji tog'a. Cheng bosib yotgan, bateriya qilgan nima aytdim. Xudo aldaqa bo'lgan yo'q, ancha oldin bosilgan. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi, olgan chorvadorlar baraka topadi xudo xolasa. Yemxonalarga hammaga jo'natib qo'yinglar. Chimyovuzdan ko'rdim deb kelaverasizlar, lakasi tashab berishadi. Xo'p, xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni o'zingiz uchun qilaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz. Salomat bo'linglar.